Termiz davlat universiteti qoshida Janub Gavhari talabalar teatr studiyasi faoliyat yuritib kelmoqda. Ijodiy jamoa ulug' adib Chingiz Aytmatovning Momoyer asari asosida spektakl sahnalashtirdi. Termiz davlat universiteti talabalari tomonidan qayta jonlanib, tomoshabin qalbidan chuqur joy oldi. Momoyer spektakli tomoshabinlarga taqdim etildi va biz bundan juda ham xursandmiz. Ushbu sahna asari tomoshabinlar xotirasida uzoq muddat saqlanib qolishi shubhasiz.